steak projarkasini so'rashdimi, o'sha projarkani qilib berish kerak. Menimcha burger kotletasi yaxlatilingan bo'lsa kerak. Ovqatlarimiz keldi. Perchatka bor. Perchatka bor. Eng zo'ri o'zimni qo'lim. Projarkani so'rashmagan. Ko'rinishi zo'r. Ko'rinishi zo'rmi aka? Ko'rinishi zo'r. Pulni qaysi birimiz olganmiz? Lekin etgan projarkangizdan ancha o'tib ketgan. Assalomu alaykum hammaga. O'zi ham ko'rishmaganimizga 1 yil bo'pti, почти. O'tgan yili oxiriga nima deydi, videomizni qo'ygan edik. Oxirgi xayrlashuv video bo'ldi, ya'ni eski yil bilan. Yangi yilga bo'lsa, endi salomlashish videosi bo'lyapti mana. Xavotir olmanglar, biz ajralmadik, urushmadik, xafagarchilik yo'q edi. Prosta aka pulli reklamalari ko'payib ketganiga menga vaqt ajratib yoptidilar tekiniga. Tekin videolar endi pulli kelib turgandan keyin tekin qiziq qoladi, to'g'rimi? Shunaqa endi sizdan so'rash kerak uni. Biz bir chekkada yurgan odam bo'lsa. Mayli, o'tgan gal yarim yil oldin aka kelganlarida ozgina yoqmagan joylari bo'lgan ekan, to'g'rimi? Shunaqa kamchiligi bor edi. Lekin yarim yil o'tib, bu kamchiliklar to'g'rilandimi, yo'qmi? Bugun videoni oxirida bilib olasizlar. Ketdimi? Borib ko'ramiz. Ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz ichkariga kirib oldik. Ovqatlarimiz keldi. Endi bularni bir sidra yeb, mazasiga baho beramiz. Hammalar so'ragan edik. Hammalar emas, juda ko'pchilik go'shtga kelinglar deb mana biz keldik. Biz bugun nima zakaz qildik? T-bone steak, ribeye steak, klassический go'sht burger, o'zligini ana firmenniy bo'lgan va klassический cheeseburger. Va limon choy. Endi limon choy sirpantirmasangiz, sirpan olmaymiz biz chiqatdi. O'zimizdan sirpantirib olishmasa bo'ldi shu ketishda. Endi boshlaymiz. Qaysi biridan boshlaymiz? Aka, mana bu perchatka nobodosiga. Aka, men to'g'risi perchatka bilan chiqisha olmayman. Chiqishmayman. Yoqtirmayman. Mana perchatka bor. Perchatka bor. Eng zo'ri o'zimni qo'lim. O'ng qo'lim ovqat yeyish uchun. Chap qo'lim salom berish uchun. Takoy ma bilasizlarmi, bugun Nyu-Yorkskiy patsam bo'lib keldi. Nimaga bilasizmi? Nimaga? Chunki go'shtni qoyil qoladigan joyi bor bitta. Hozircha ovqatdan tashqari Nyu-Yorkda ham filial ochishgan. Yo'q, olmaganman. Ploganni hidi kelyapti. Yo'q, olmaganman. Kelyapti. Bo'pti, nimadan boshlaymiz? Steakdan boshlaylik. Yoki burgermi? Daychi burger bo'pti. Men oldindan aytishim mumkin, hozir yoqadi. Hamma narsa yoqadi. Qarab turinglar. Abdurashidga pulni qaqib jo'natib yuborishma hali. Linchkangizga yozib yuboraman. Mana qaranglar, kotletani projarkasi. Projarkani so'rashmagan. Lekin по умолчанию такой mediumcha qilib. Mediumdan sal o'tgan. Lekin zo'r. Ko'rinishi zo'r. Ko'rinishi zo'rmi aka? Ko'rinishi zo'r. Pulni qaysi birimiz olganmiz? Bismillah. Azakachilardan oldin aytaman. Oldin kelganimda burger, ana sochni emas edi. Videomni pasvordimdan listovat qilsam ham chiqadi. Hozir yaxshi. Может, azakamni facelari yoki ana karmanlari yaxshi talchoq berib yubordimi? Lekinchi burger ichida sous ko'p degani bu burger sochni bo'ldi degani emas. Kotletasi. Kotleta sochni mana. Kotleta mana ezdim. Sochni degani men kotletani aytaman har doim. Qaranglar. Kotletani ezmoqman va sok chiqyapti. Bu sous sok emas, kotleta soki. Yomon emas, lekin meni me'damga tegib qoldi. Bu sirlik ekan, klassik sirlisin. Bu klassik, просто cheeseburger. Prям olinglar mana kotletasini. Mana kotleta ko'rinib turibdi, что yomon emas. Pomidor tushib qol, qo'shib bering. Yo'q. Xuddi shu, faqat sirli bu. To'g'ri, zakaz berganda men yo'q edim, tashqarida edim. Mana qilsam xafa bo'lmaysizlar. Oga, kotleta sochni dedingizmi? Sousi meni me'damga tegmadi lekin. Lekin mana kotleta отдельно yeb ko'ring. Ozgina rus tilida aytganda presniy deydi. Ozgina mana kotleta prям ezib borishadi-yu. O'zini yeb ko'ring. Yaxlagan bo'lgangadir balki. Bular, по-моему, замороженный ishlatishmaydi kotleta. Свежим? По-моему. Булочкаdan ko'rsatmoqchiman, qaranglar. Keldi. Bosdik, qaytib keldi. Bosdik, qaytib keldi. Bu yaxshi ko'rsatkich. Endi steakga o'tamiz. Bu ribeye, bu T-bone. Go'shtlarni so'radim. Go'shtlar o'zimizni местный ekan. Влажный fermentatsiya ekan. И projarkasini sizdan so'ramasdan bolalarga aytib qo'ydim. E'tiboringlar deb. Medium well ga o'tadigan. O'rtasi.
medium pH shu medium well emas. Bu даже medium welldan ozgina o'tgani, mana qaranglar. Ko'rsizlar? Qilaman? Mana qani so'q. Medium emas. Endi T-bone hozir to'xtang. Siz hozir buni medium emas deyapsiz. Значит, medium welldan o'tgan. Medium welldan ham o'tgan. Ha, welldan o'tgan deyapsizmi? Ko'ryapsizmi? Well'danga yaqinroq-da. Mana qani bitta yiluvchi deb ko'ring. Mana chunki menga berdingiz, mana qarang. Mediumdan sal o'tganda. Ha, o'rta. O'rtasi. Mediumdan sal o'tmagan. Medium well bu. Men to'g'risini aytay, go'shtchi mazasini sezyapman. Men go'sht. Endi ikki xil yeb ko'ring. Sразу aytaman sizlarga. T-bone pishirish sal muammoroq. Nimaga? Chunki T-bone mana atilab o'rtasini olaman. Mana mediumdan welldan o'tib ketgan. E'tirozlar bor? E'tirozlar bor. Endi masalaga aytaman hozir. T-bone o'zi ikki xil go'shtdan tashkil topgan bo'ladi. Kontrfile, bonfile. Shuning uchun bonfile qismi yumshoqroq, kontrfile qismi qattiqroq bo'ladi a priori. Aka, lekin chesni aytaman. Siz medium aytdingizmi, medium well aytdingizmi, mazasi zo'r. Yo'q, mazasi yaxshi. Mazasi Yomon dedim. Biz bormi aytamiz? Bu tabasco sos. Отдельно индивидуальный ekan. Ana, sal bundan pit qilasiz. Bunga bitta yaxshi to'r bor. Maza jihatdan 5, просто pishirilish jihatdan so'raganingiz mediumdan sal o'tgan bo'lsa, unda to'g'ri. Azizga mana siz dunyo ko'rgan odamsiz, Amerikaga chiqqansiz, Nyu-Yorkda ham xuddi shunaqa pishirisharmidi? Kim aytdi sizga? Amerikaga chiqqandim men. Aka, to'g'risini aytaman, bu medium emas, mediumdan sal o'tgan variantingiz ham emas. Lekin go'sht mazasi yaxshi. Juda boygidan ham shirin bo'lib ketdi-yu go'sht. Mani qo'lim tegan hamma narsa shirin aka. Chap qo'lim bo'ladimi, o'ng qo'limni farqi siz aytganingizdek. Aka, bu lekin aytgan projarkangizdan ancha o'tib ketgan. Men yeganimda ham sal qattiqroq go'sht. Umuman olganda men teskarisi bo'ladi deb o'yladim. Chunki T-bone mazali pishirish, yumshoq pishirish qiyin masala. Lekin ribayi yog'liroq bo'lgani hisobiga sochni qilib pishirish osonroqda, chunki men ham o'zim ribayi yaxshi ko'raman. Lekin bu yerda teskarisi bo'ldi. Bilasizlarmi, ozgina men bitta 2-3 ta omdoq qilib yesangizchi, taqay. Qozonga olib yegandek bo'lasiz. Menga to'g'risi. Lekin uncha yoqmadi, lekin T-boneliga respekt. Ikkala tarafi ham vkus. Endi ozgina o'zgartiramiz videolarni, ya'ni baholash sistemamizni ball qo'yamiz. Nima deysiz? Ball. Lekin shu o'rinda hozir ochkodan oldin bitta narsa aytmoqchiman. Tualetlariga kirsangizchi, go'shtni bitta qoyil qoladigan tarafim обязательно влажный salfetkalar, quloq tozalaydigan, oyoq kiyim tozalaydigan narsalar bor. Okey, 10 balli sistemadan endi baho beramiz. Ularni firmenniy burgerligiga men 7 ball qo'ygan bo'lardim, chunki men uchun slishkom sousi ko'p va mazali aralashib ketgan. Xullas, burger keladigan bo'lsa, ikkita burgerga ham men umumiy 10 balli shkalada 9 qo'ygan bo'lardim. 9. Da, 9 qo'ygan bo'lardim. Nimaga? Chunki menga sousi ko'p kamligi me'yorda tuyuldi. Shaxsan men o'zim professional emas, gurman sifatida ayta olaman. Menga endi cheeseburgerga keladigan bo'lsa 8 ball qo'ygan bo'lardim. U bo'la ko'proq yoqdi, to'g'risi. Endi steyklarga kelamiz. T-bonega keladigan bo'lsa, T-bonega men smelo 10 balli sistemadan 9 qo'ygan bo'lardim. Agar projarkasini hisobga olsa, men 7 qo'ygan bo'lardim. Endi ribayga keladigan bo'lsa, ribayga to'g'risi 10 balldan men 5 qo'ygan bo'lardim. Etkanlardagi projarka chiqqanda zo'r bo'lardi, u etkanlardagi chiqmagani uchun mazasi ham buzilib ketgan. To'g'risi 7 qo'yardim. Lekin go'shtning mazasi yaxshi. Endi umumiy atmosferaga keladigan bo'lsa, obslugaga keladigan bo'lsa, bolalar молодцы, 10 balli sistemada men shaxsan 10 ball qo'ygan bo'lardim. Chunki toza, hojatxonalar toza, ofitsiantlar yaxshi ishlayapti. Bizga perchatkalar olib kelib berdi, qarayapti, qo'yyapti. Men молодцы. Men bulardan roziman. Ofitsiant va atmosfera. Da, men ham qo'shilaman, chunki go'sht yeyishga mos atmosfera qilingan, такой vajir-ujur yo'q. И главныйsi,
obsluga qilayotgan xodimlar muomalasi zo'r и qo'shimcha qiymat beryapti. Endi videoni tamomlayotganmiz, keyingi boradigan joyimiz, keyingi o'ljamiz, mo'ljalimiz nima deyiladi? Kuydiradigan joyimiz. Kuydiradigan joyimiz qayerda bo'lishini xohlardinglar, kommentariyada yozinglar. Podpisatsiya qilib qo'yib, like, kommentariy va go'sht yaxshi ko'radigan o'rtog'inglarga tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Aytgancha aka, bizni ikkalamizga podpisatsiya bosishdan oldin kuydirganlar alohida profili bor, o'shanga podpisatsiya bosing. Ya'ni podpisatsiyamda bossanglar o'zi chiqib keladi variantlar. Hammasiga ching bosib tashlaylar. Chunki yaqin kunlarda keyingi kuydirgi sonlari bizani profilda emas, aynan kuydirgini profilida chiqadi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar o'sha yerda faqat ko'rishingiz mumkin. Bizni bir kunlik storiesga mixlaymiz, u o'tib ketsa keyin sizlar ko'ra olmay qolishingiz mumkin. Rozimisizlar, norozimisizlar, sizlarni balkim e'tirozinglar bordir, kommentariyada yozing. Qimmatmi yoki arzon? Pastga yozib ketasizlar.